Ibn Sino. Abu Said Mahzun degan 19-20 asrning boshlarida Abu Said Mahzun Samarqandlik kitobdan qarang, Vaqtnoma kitobidan Ulug'bekni rasadxonasini topgan ekan. Kitobni qarang bu ulug'vorligini. Kitob o'qimaganda yo'q. O'sha ko'milib ketgan joyini, koordinatalarini o'sha Obirahmat qishlog'ini, daryoni chap tarafi, o'ng tarafi qilib, buni Vyatkinga aytgan ekan. Vyatkin shunga mukofot sifatida chorrasiyadan attiga 100 so'm bergan ekan. Topganiga. Kitobni biz hurmat qilishimiz kerak. Uni bosish kerak emas, uni tepalash kerak emas, uni yoqish kerak emas. 1933-yil nemis fashistlari Gitler boshchiligidagi kitobni Berlinda yoqishadi va ozgina o'tmay 12 yil xayrli aka bir muchalda nemis fashist bosqinchilar o'zi yo'q bo'ladi. Chunki kitobni yoqishdi. Remark xuddi shu gapni gapirgan. Kitobni yoqqan millat ertaga odamdan ham yoqadi deb gapirdi. Shunday. Siz ana kutubxona haqida gapirdingiz. AQShda 16600 ta kutubxona bor ekan. Bizning Alisher Navoiy kutubxonamizda 75 tilda 10 million dona kitob bor ekan. Abrayxon Mirzo nomidagi Sharqshunoslik institutimizda qo'lyozma jami 300 mingta. Bularni biz forsiydan, arabchadan tarjima qilishimiz kerak ekan. Men agar televizorda Shavkat Miromonovich prezidentimiz ko'rayotgan bo'lsa, men iltimos qilardim, mana bu Sharqshunoslik institutida o'qiyotgan talabalarimiz, pedinstitutni o'qiyotgan talabalarimiz, arabiy, forsiy yo'nalishda o'qiyotganlar. Shularga bitirish nimalarida diplomida birdan biriga kserokopiya qilib diplom ishini ko'chirmasdan har bir bittadan tarjima qilsa, bitta asarni. Bu yerda o'qilmayotgan Beruniylar yotibdi, Farobiylar yotibdi. Ibn Sinolarning kitobi yotibdi. Xalqimizga buyuk tuhfa bo'ladi. Buyuk tuhfa bo'lardi. Men shuni iltimos qilaman. Eng ko'p kitob o'qiydiganlar bu Xitoy bilan Hindiston xalqi ekan. Asosan 50 yoshdan oshgandan keyin o'qir ekan. Haftasiga 10 soatlab o'qir ekan bular. Endi savol, nima uchun 50 yoshdan keyin kitob o'qiydi? Nega yoshlikda o'qimaydi? Sababi 50 yoshga kelib, xayrul aka, insonning nafsi qonar ekan. Uyga, mashinga, to'yga, bir baloga, tushunyapsizmi? Va ichkarida aql nafsi boshlanar ekan. Baribir qo'ymas ekan. Charchar ekan nafs va aqlga bo'shatib berar ekan. Marhamat, yo'l sizga deb. Endi o'qing. Rahmat. O'qish to'g'ri baribir, kechmasin. Bir rivoyat keltiriladi xayrli aka. Nabira kitob o'qiydi, tushunmaydi, kitob o'qiydi, tushunmaydi, boboga keladi. Bobo kitob o'qiyapman, tushunmayapman. Bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketib desa, o'g'lim mana bu savatni borib suv olib keldi. Savatda endi oldin ko'mir tashilgan, suv olib keladi, kelguncha to'kilib ketadi. Yana borib keladi, 2 marta to'kilib, 3-ta yana to'kilib ketadi. Bobo, men olib kela olmayapman suv deydi. Keyin o'g'lim mana bu yerga o'tir. Ko'rdingmi? Sen 3 marta o'qiding. Kitob ham shunday. Savatga bir qaragin deydi. Savat boyagi qop-qora ko'mir ortilgan edi-ku, oppoq bo'lib turibdi. Seni qalbing ham shunday tozalanadi kitob o'qiganda deydi. Keyin yaltillash boshlaydi. Keyin bolacha tushunadi.